Assalomu alaykum hammaga. Uchobaga kelishlik uchun juda ham ko'p odam yozgan. Kelib o'rganib ketsak bo'ladimi? Kimga uchrashsak bo'ladi, qayerga borsak bo'ladi? Qarang. Sizga o'sha yerda turib, o'tirgan joyingizda bu yoqda o'rganish imkoniyati bor. Telegramda kanalimiz ochilgan. Mashinaning oldi taraf GDI, MPI, любой variant. Va orqasida даже muammolar bo'lsa, yangi qo'yayotgan, yangi boshlayotgan bo'lsangiz, bemalol o'rgatib, hammasini tushuntirib qo'yamiz. Ulanishlari qanaqa bo'ladi? Даже ligrovkalarigacha sizga hammasini tushuntirish bor bu yerda. Yangi chiqqan modellarga injektor simlarini kollektor ochmasizdan bu yoqda ulanadigan joylarigacha tashlab beriladi. Bu degani qiynalmasdan любой mashina olib qolsangiz, o'zingiz ustonovka qilib ketaverasiz. Nimaga hamma yog'i chaynab berilgan, tayyor holatda bo'ladi. GDI bo'ladimi, MPI bo'ladimi, hammasiga dostуп bor. Shunga Yevropa gaz asosida bo'ladi. Stakda muammolar bo'lsa, ularni ham tushuntirib o'tiladi. Hamma yog'ini. Elektromobil gibrid bo'ladimi, komprimiy prisk bo'ladimi, hammasini ulanish joyi bilan ligrovkalarigacha tayyorlarini tashlab beriladi. Ya'ni Xitoy gemoroy mashinalari uchun ligrovka qilib ko'rganidan keyin yurgiz olmayotgan akalarimiz ham bor. Yurganda siltab qoladi, tortmay qoladi, shunga o'xshash cheklar yonib qoladi, agrensini yonib qoladi. Ularga hammasiga ko'rib ligrovka qilib berish nimasini ham kirgizib qo'yganmiz. Masalan, qo'yib bo'ldingiz bitta mashinani yurgizganda o'xshata olmasangiz, ularni ham sizga yordam berib o'sha yerda to'g'irlash o'rinladi. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. O'sha yerda silkasini yozib beramiz. Faqat pulli bo'ladi, o'shani o'zidan ulanib o'rganaverasiz. Ulanish, ulash, fonni mayda-chuyda narsalargacha bor. Eski-tuski anaqa Mercedes mashinalar, shunga o'xshash mashinalarga ham hamma yog'i bor. Даже salalka motorni remont qilish xizmatlari ham o'sha yerga kirib ketgan. Pastda nomer qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa yozib qo'yingizlar. U yoqdan turib, bu yoqqa kelib, 400-500 dollar atrof rasxod qilib, keyin mapda yotib quvaytirib, xizmat qilib bizga qatnab o'rganganingizdan u yerda tayyor sizga tashlab berganimiz bu zo'r chiqadi.